Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, anchadan beri bir video chiqarmagandik. Ishlar bilan u yoqda bo'lib yurib. Nexia 1 ustachilik bilan anchadan beri shug'ullanmayotgandim. Tanish akaxonimizda Nexia'sini ko'rib ber degandi. Sovuq motorga qaltirab yaxshi ishlamayotgan ekan, qiziganda yaxshi bo'lib ketadi deyatdi. Qiziganda yaxshi bo'lib ketadi dedi. Keyin ba'zan skorost almashtirayotganda, burilayotganda bir mashina o'chib qoladigan holatlar bo'lar ekan. Mashina faqat gazda hozir. Bundan ancha oldin o'zim nastroyka qilib berdim. Endi yana o'zing ko'rib ber deyapti, shuni bir ko'rsatmoqchiman. Nimani switchalar chiqardim. Switchalarni tekshirdik. Datchik emas u, mexanizm холостой ход. Regulyator холостой ходni tekshirdik. Anaqa ajoyib bir apparatchamiz bor. Yangi chiqqanidan. Hozir yangi 5 ham chiqdi, 4 zo'r ekan. Mana shu mashinadan chiqqan холостой regulyator холостой ходи. Yani холостой ходni regulyatsiya qiladigan, настройка qiladigan, ushlab turadigan mexanizm. Bu ishlab turibdi, yaxshi ishlashi yaxshi. Proval yo'q, kirib chiqyapti. O'zi yangi qo'yganman dedi. Agar ishlamaydigan, qatib qoladigan holat bo'lsa, o'zi bir qaysidir nuqtaga kelgandan keyin chiqmay qo'yadi, shtok. Chunki ichi yilib ketgan bo'ladi, shtok chiqmay qo'yadi. Kirib chiqishi yaxshi. Datchigimiz ishlab turibdi. Yani regulyator холостой ход ishlab turibdi. Yana bitta muammo bo'lyapti. Switchani zazoriga e'tibor beramiz. Switchani zazoriga kamayib ketgan zazor. Bu birinchi silindrdan chiqqan switch. Zazori o'zim katta aytirdim, buniki ham kamayib ketgandi. 3-4-ni ochganim yo'q hali. Shuni ochib ko'ramiz. Qanaqa holat bo'lar ekan. Zazorlarni joyiga keltirib qo'yamiz. Bunaqa zazor bilan iskra bermaydi, normalniy detonatsiya bo'lmaydi motorning ichida. Normalniy yonish bo'lmaydi-da bunaqa holatga. Zazor qarang, yo'q zazor. Ko'ramiz hozir joy-joyiga zazorlarni joy-joyiga qo'yib yondirib ko'ramiz. Qanaqa holat bo'lar ekan. Anaqa gaz bosganda оборот tortmaydi mashina deyapti. Mashina tortmaydi, bo'g'iladi, yurishi yaxshi emas dedi. Резкость yo'q dedi, mana резкость. Jal bunaqa muammo shunday edi. Endi ko'ramiz hozir switchalarni 3-chi bilan 4-chini chiqarib zazorini tekshiramiz. Agar zazor yana shunaqa bo'lsa, hamma zazorlarni joyiga qo'yib, qaytarib joyiga qo'yamiz. Davleniyasini tekshirmadim, chunki davleniyasi yaxshi edi, mashina kam yurgan. Davleniyalarni tekshirmadim. Ko'ramiz, agar muammo yo'qolmaydigan bo'lsa, davleniyalar tekshiriladi. Datchigimizni joyiga qo'yamiz. Datchik holini ham
O'zim qilib berganini ochib ko'raman. Qarang nima muammo ekan. Yangi almashtirdim dedi, ichida nimasini almashtirdi, hali ochganim yo'q uni. Bu mexanizmning ish bajarishini ko'pchilik biladi. Ya'ni xalostoy xuddi regulirovka qiladi. Qanday qilib qiladi? Drosselniy uzel, ya'ni drosselni zaslonka bo'lsa, mana bu lopatka, ya'ni bekitadigan zaslonka. Teshikni ochib, yopib, havoni ochib, yopib bekitib turadi. Buni narigi tomonida mana shu DPDZ datchigimiz bor. Buni положениясini ko'rsatadi. Buni положениясini miyaga uzatadi. Qanaqa holatda turibdi? Birinchi nastroyga qilib 0 ga qo'yiladi, undan keyin holati 1%, 2%, 3%, necha foiz ochilganligini ko'rsatadi. Shuni holatiga qarab turib, u yoqdan zajiganyani regulirovka qiladi. Ya'ni nimalar zajiganyani regulirovka qiladi. Injektorlarda skvajinasini, ya'ni ochilib yopilishi yoki qanchalik ko'p benzin berish, qanchalik kam berish, ularni hammasini regulirovka qiladi. Havo, основной havo kiradigan главный вход, katta potok, o'rtada bekitib turadigan klapan turibdi. Zaslonka и bu yerda bypassный kanal bor. Bu bypassный kanal qanaqa desa, главный kanal ma'dan yopiq bo'lsa, главный havo kiradigan joy. Ichkarida teshigi bor mana bu joyda. Bu teshik mana bu zaslonkagacha bo'lgan teshik. Zaslonkani bu tomonida turadi. Bu mana tomon ochiq bo'lsa, havo bunaqasi kirilaveradi. Kollektor ichiga. Ya'ni zaslonka bekik, bu mana bypassning kanal orqali kirib, через regulyator xalostoy xod orqali qanchalik ochilganiga qarab, shuni havoni bu yoqqa o'tkazib turadi. Motorni xalostoy xodda ishlashligi uchun yetarli darajada havoni zaslonkadan obxod o'tkazib turadi. Gaz pedal har doim gaz berilganda, оборот ko'tarilgan paytda bypassning kanali yopiladi. Ya'ni regulyator xalostoy xod shtok oldiga chiqadi. Chiqadida buni ichidagi teshikni bekitadi. Bypassning kanal bekiladi. O'tadi havo faqat zaslonkadan o'tadi. Zaslonka orqali ichkariga kiradi, kollektorga. Qachonki оборотni gaz bostirib orqaga tashlagan paytda bu ozgina orqaga qaytadi. Qaytib turib, оборотni naqa qiladi, boshqaradi. Ya'ni kerakli 800 ming оборот atrofida bu ushlab turadi. Yo jicha tepaga chiqadi, yo jicha pastga tushadi. Shuning uchun bu shagoviy dvigatel deydi, masalan, qadamli dvigatel. Bu motorchikda har bitta shagi juda muhim. Chunki har bitta qadamida, bitta aylanib chiqadigan nimasida, shagida, qadamida vozdukni potogini regulirovka qiladi, boshqarib turadi. Shuning uchun blok upravleniya kerakli darajada och, ya'ni bir 50 qadam, 50-60 qadam orqaga qayt deydigan bo'lsa, bu datchik eskirgan bo'lsa yoki bir ichidan bir iznos bo'ladigan bo'lsa, bir yedirilgan joy bo'ladigan bo'lsa, bir 20 qadam ochgandan keyin yoki o'sha 20 qadam ochgandan keyin ash bo'yida aylanib to'xtab qoladi joyida. Joyiga kirmaydi. Uni keraklicha ochmaydi. Shu paytda yo havo yetishmasligi bo'ladi. Chunki havo zaslonga to'sdi. Havo bu yerdan kirish kerak edi. Bu 50 qadam orqaga qaytish kerak edi. Chunki havoni bu yerdan kirgizib, motorni xalostoy xodini bir xilda ushlab turish uchun 800 yoki 1000 оборотda ushlab turish uchun bu 50 qadam orqaga qaytish kerak edi. Buni yeyilib ketganligini hisobiga, bu qaytmay qo'yadi. Yoki chiqib turib qaytib ochmay qo'yadi. Shuni hisobiga ko'pchilik datchikda shtakerini chiqarib qo'yadi. Motor xalostoy xodga kelgandan keyin, agar bunaqa muammo bo'lsa, datchik olib qo'yishda imkoni bo'lmasa,
Просто motor xalostoy holatda turgan holatda, normalniy turgan holatda shunday buni chiqarib qo'yiladi. Bu bo'ldi. Qaytib miya buni qaytib boshqarmaydi. Faqat shu qanday ochiq turgan bo'lsa, ana shu ochiq holatda qoladi bir xilda. Bu nimasi yomon? Minus tomonlari sovuq motorga juda qiyin, mashinani yonishi qiyin bo'ladi, xalostoyda turishi qiyin bo'ladi. Qizib olgandan keyin ana shu bir xilda ochiq qolgan holat bo'yicha qizib olgandan keyin ishlayveradi. Lekin agar ispravniy bir ishlaydigan datchik qo'yilsa, har doim xalostoy sovuq motorga kerakli darajada ochib berib turadi. Chunki motor o'chib qolmasligi uchun. Bu ko'proq ochadi sovuq motorga. Qadamni ko'proq beradi. 50 qadam ochadigan bo'lsa, endi uslovni aytyapman, taxminiy aytyapman. 50 qadam ochadigan bo'lsa, bu 60 qadam ochib berib turadi sovuq motorga. Chunki motor sal оборот kattaroq bo'lishi uchun. Keyin motor qizigan sari bu qadamni kamaytiradi-da, havo potogini kamaytiradi. Motorning обороти pasayadi 800 yoki 1000 ga. Motor обороти pasayadi. Shunaqa qilib regulirovka qilib ishlab turadi, lekin bu datchik emas. Bu datchik emas. Bu исполнительный mexanizm, ya'ni bajaruvchi mexanizm hisoblanadi. Yani ish bajaruvchi mexanizm. Datchik deb havo temperaturasini o'lchaydigan datchik aytiladi, datchik deb motor temperaturasini o'lchaydigan datchik aytiladi. Datchik deb zaslonkani holatini ko'rsatadigan datchik aytiladi. Shu narsalar datchik bo'ladi, sensor. Bu haqda qisqacha bo'lsa ham ma'lumot berdim. Hozir buni joyiga qo'yamiz. Dальше tekshirishda davom etamiz. Hozir bitta ishlamaydigan nimamiz bor. O'zi urilib normalniy holatga kelgan. Ulandi. Hech qanaqa reaksiya yo'q. Aylanishga harakat qilyapti, lekin ishlamaydi. Ishlamasa shunaqa bo'lib qatib qoladi joyida. O'chib qolaveradi motor. Xalostoy, chunki zaslonka yopilgandan keyin havo kirish kerak, bypassning kanali orqali kirmaydi, mashina o'chib qoladi. Shunaqa. Keyin razrejeniya ham o'ta muhim. Mana ichidagi vakuum ham muhim. Chunki razrejeniya bo'lishi kerak. Bu yerda yana nima desak bo'ladi? Gazda ishlaganligi uchun reduktor toza bo'lishi kerak. Reduktorda membranasini 1 yilda bir marta almashtirib, tozalab, полный rem komplekt almashtirish kerak. Reduktorda ichida 2-3 xil membrana bor. 2 xil membrana bor. Bittasi qalin pastda joylashgan ikkitalik membrana, qalin prujinada turadi. Bittasi orqa tomonida turadi, mana bunaqa yubka membrana. Bu membranalar mana shu issiq sovuqda vaqt o'tgandan keyin, ya'ni perepad temperatura bo'lganda u unaqa bo'lib qoladi. O'zini elastik xususiyatini yo'qotadi. Egiluvchan xususiyatini yo'qotadi. Ba'zan teshilib ham qoladi. Mana ko'rib turganinglar mana teshigi bor ekan. Bu membrana teshilgandan keyin motordagi gaz bosganingizda havo so'rish kerak bu yoqda, to'g'rimi? Razrejeniya bo'lishi kerak. Razrejeniya bo'lgandan keyin mana bu tomondan полный razrejeniya tortadi. Mana shu yerdan.
vakuum tortganini hisobiga mana bu membrana. Membrananing bu tomoni manday anaqaga temirga ilangan bo'ladi. Bu temir oxir tomonida shu temir bo'lsa, temirning oxir tomonida klapan bor. Qanchalik gaz bossangiz, membrana shunchalik razrejeniya bo'lib tortadi buni. Shunchalik gaz ochiladi. Mashina havoda o'zida yurmaydi. Buni hamma biladi. Gaz bilan havoda aralashmasi yetarli bo'lishi kerak. Buni mayerdan burab, bu yerdan buragan foydasi yo'q. Ochish kerak, tozalanish kerak. Polniy aylanma tozalanish kerak. Rem komplektlari almashilishi kerak. Undan keyin mana shular hammasi normal holatda bo'lsa, undan keyin qilgan regulirovkangiz bu yerdan yoki bu yerdan qilgan regulirovkangiz hammasi joyiga tushadi. Ya'ni gazni bosasiz, vakuum bo'ladi, havoga qo'shib gazni tortadi. So'rib oladi. Gaz bu yoqdan poshillab chiqqan foydasi yo'q. Chunki bo'g'ib qo'yadi motorni. Gaz xalostoy uchun kerakli darajada chiqish kerak. Gaz bosganingizda membrana, klapanni ochish kerak. Bu membrana bo'lsa, membrana gaz bosgan sari buni pastga tortadi mana uni. Temirni pastga tortadi. Tortgandan keyin klapan ochiladi, kiradigan gaz klapani. Mayli. Ochilgandan keyin ana shu gazga nisbatan havo bilan aralashib ko'proq gaz kiradi, ko'proq havo kiradi, motorni оборот olishi, yurishi, tortishi yaxshilashadi. Shuning uchun rem komplektlarga mana bunaqa narsalarni 1 yilda bir marta almashtirib turish kerak. Odamlar keladi, oxirgi marta 2 yil oldin almashtirganman, tozalatganman deydi. Buni tozalatishda erinmanglar. 100 mingga, 80 mingga tozalab beradi. Tushsa bir 150 mingga tushadi sizga ma'nolarni olib qo'ysangiz, shu bilan 1 yil qimillamay minsangiz bo'ladi. Mana bu narsa vaqt o'tishi bilan yo teshiladi, yo qattiqlashadi, tortmaydigan bo'lib qoladi. Ichidagi klapanlar ham rezinkalari qattiqlashib, gazni yopmaydigan bo'lib qoladi. Mana uni regulirovka qilib buraganda bir tiyinli foydasi yo'q. Birovrasiz 2-3 kundan keyin gaziga borib regulirovka qilganingizdan keyin 2-3 kundan keyin yana boyginday bo'ladi, yana shuni regulirovka qilib yuraverasiz. Undan ko'ra reduktorni polniy tozalaydi. Polniy hamma ichidagi mayda-chuyda rezinkalarigacha almashadi. Undan keyin nastroyka qilinadi. Undan keyin reduktorning muammosi hal bo'ladi. Ya'ni reduktorda ayb yo'q, tozalangan bo'ladi. Qolgan ayblarni boshqa joydan istaladi. Mana bunaqa narsa nimaga qo'yiladi? Baklashkani kesib, matizga ham, boshqaga ham bunday qilib ko'p qo'yadi. Havoda patogini pasaytirish uchun. Havo ko'p kirib, g'uppet yopib qo'ymaslik uchun. Buni o'zida mana ochadigan bo'lsak, buni o'zi teshigi kichkina qilingan, spesialni. Gaz kiradi, aylanasiga teshiklari bor, teshigiga havo bilan birga aralashib kiradi. Ba'zan shuni ham qo'yadi, tortishi yaxshiroq bo'lishi uchun. Ya'ni havo bu yoqdan kamroq keladi, havo qisilib keladi. Havo qisilib kelishi natijasida bu yoqdan gazni tortishni kuchaytiradi. Chunki bu yoqdan havo qisilib zo'rg'a kiryaptimi? Bu tomonda yengilmi havo kirish? Gazni tortadi ko'proq. Shuni hisobiga mashinani rezkisini oshirish uchun qo'yiladi. Shunaqa. Joyiga qaytarib qo'yib qo'yamiz. Hali yikkanim yo'q, endi ko'raman hozir qolganlarini chiqarib boshqatdan. Shunaqa. Svichalar haqida yana bir narsa. Svichalar 1-chi, 2-chi, 4-chi svicha. Umuman qarshiligi yo'q. Svichaning normal qarshiligi 3 kOhmdan 7 kOhmgacha. Uchinchi silindrdan chiqqan svichaning сопротивленияsi 400 kOhm, 300 kOhm. Вообще yaroqsiz. Qolganlari вообще 0. Бесконечное сопротивление. Ichida razriv bo'lgan, uzilgan.
ichida anaqa qarshilik bilan o'tkazadigan tog'lalari bilan bir narsalari bo'ladi. Ana shular uzilgan, razrık bo'lgan ichi. Ya'ni iskra qiyin o'tadi. Iskra qarshilik bo'lishi kerak iskra o'tish uchun. Buning ichida qanchalik qarshilik bo'lishi kerak? 7 kilo, 3 kilo dan 7 kilo atrofigacha normal qarshilik bo'ladi. Normal qarshilik hisoblanadi. Ya'ni 3 kilo dan 7 kilo gacha qarshilik. Bu yerda 500 ashib irg'iyapti. Eski suychalar ichida bitta normal suycha chiqsa, anaqa ko'rsatish uchun. Hı. 4 kilo. Suycha Cobalt'tan chiqqan shekilli. Cobalt'tan chiqqan suychani bu tomondagi uchi bilan mana bu elektrodiga ulanadi. Elektrod. Mosiycha va 4-silindrdan chiqdi, zaynab ketgan. Yorilgan. Zaynagan, yorilgan, bilmayman bunchaga suv kirganmi. Kondensat bo'lganmi, nima bo'lgan. Lekin qarshilik yo'q. Normallik qarshilik. Suycha ishlab turgan suychani normallik qarshiligi mana shunaqa bo'ladi. 4 kilo, 6-7 kilogramgacha. 8 bo'lsa ham bo'laveradi. 3 kilo. Har bitta provodda o'zini qarshiligi bor. Misol uzoqroq bo'lsa, qarshiligi sal ko'proq bo'ladi. Masalan, bu ham shunaqa 5-6 kilo atrofida bo'ladi. Suychalarni egasiga aytamiz, agar almashtiraman degan bo'lsa, suychalarni almashtiradi. Qo'yiladi. Tester juda udobniy tester, ham multimeter bor ekan. Ham datchiklarni tekshiradigan nimasi bor. Injektorni tekshirsa bo'ladi. Katushkalarni tekshirsa bo'ladi. Datchik hol signal ham beradi. Bu yerda chastotalarni regulировка qiladi. Bu tok. Kiruvchi tok. Masalan, akkumulyatordan kirgan tokni 10 volt kerak bo'lsa 10 volt, 5 volt kerak bo'lsa 5 volt. Kerakli voltajni beradi. Bu yerdan chiqish shunaqa bo'ladi. Bu главный plus massa bu yog'i datchiklar uchun. Zo'r. Demek yangi switch olib kelindi. Koreyskiy yozuv, lekin korobkasiga umuman ahamiyat bermaymiz. Foydasi yo'q. Yangi switchani qarshiligi 22. Ko'proq, lekin normal. Hammasini o'lchab chiqdim, hammasi shu 22-24 kilo atrofida. Kabellar o'lchaldi. Provodlar 3-4 kilo atrofida. Normal. Hozir yangi switchlarni qotiramiz. Joy-joyiga qotirib keyin ko'ramizda. Mana shu yangi switchani qarshiligi mana 22 kilo. Demek yangi switchani korobkadan olib qo'yayotganda ham e'tibor berish kerak zazorlariga. Yani zazori egilib qo'ygan bo'ladi, bir yopishib qo'ygan bo'ladi, zazor kichayib ketgan bo'ladi, zazorlar. Gaz bo'lganligi uchun zazorni jicha kengaytirib qo'yamiz ozgina.
iskra ko'proq bo'lsin-da, yonishi yaxshiroq bo'lsin gazni. Chunki gaz benzinga nisbatan sal sekinroq nima bo'ladi. Zajganicha ranniroq bo'ladi. Shu qancha olov mayda katta bo'lsa, yonish. Dalishi buni ichida yonish ham normalda yaxshi bo'ladi. Kengaytirib qo'yiladi ozgina. Ko'p emas, ozgina kengaytirib qo'yiladi. Hamma yo'lni qo'ydik. Men o'sha zavod qilib ko'rdim, yana bir marta zavod qilamiz. Baklashgani ham qo'yib qo'ydim. Оборот ko'tarilib ketdi. Chunki biz uni regulyatorda yechgan edik. Regulyatorda yechganimizni hisobiga u yoqqa настройкасidan chiqib ketganligi uchun hozir o'zi настройка qilib oladi. Hech ham shunaqa bo'ladi. Regulyator давление nima xolastoy regulyator xolastoy xod qo'ygandan keyin boshqa yangi qo'yilgan bo'lsa, uni положенияsi har xil bo'ladi regulyator xolastoy xod. Masalan, mashinadan chiqqan regulyator xod qaysidir положениеda turgan bo'lsa, miya shunga o'rgatilgan, shuni o'zi обучение qilingan holatda bo'ladi. Yangi qo'yganda yangini holati pastga kirgan, chiqqan yo'q har xil holat bo'lishi mumkin. Shuning uchun yangi qo'ygandan keyin ozgina mashinaga yoqib qo'yib qo'yiladi. Ichida gaz ko'tarilishi mumkin. Sirasi qo'yishiga gaz pasayib joyiga tushib qolmaydi uni. İşlash oldingidan ko'ra yaxshi bo'ldi. Oladigan bo'lsak, mana holat mashinada turgan holati bo'lsa, o'sha o'rgatilgan holat, обучение qilingan holat. Mana magazindan olib kelingan holat bo'lishi mumkin. Buni qo'yib tiqqandan keyin mashinani обороты o'ynaydi. Chunki miyaga xabar borib, buni o'zi joyiga keltirib yana qaytadan обучение qilib olish uchun vaqt kerak ozgina. Buni qo'yib turib, оборот qaytmasa, qaytmayapti deyishman. Ozgina yurish kerak, ishlash kerak, обучение bo'lish kerak. Keyin joyiga tushgandan keyin buni qo'yiladi. Albatta tekshirish kerak. Buni tekshirish imkoni hammada ham yo'q. Buni bunday olib kelib qo'yilaveradi. Mashinani chiqarib yubordik. Videolar kamligini sababi men boshqa sohaga o'tganman, lekin parallelniy ish qilib yurib boshqa sohaga o'tdim. Bu soha nima desa, bu soha mana bunaqa soha. Mana bunaqa sohaga o'tganman. Hozir bugungi olingan videolarni montaj qilib qo'yaman. Oxirida shunaqa bir kadr bo'ladi. Endi nima desa bo'ladi? Yigit kishiga 40 hunar oz deydi. Men trading sohasiga o'tdim. Mana shu sohada o'qidim, o'rgandim, ancha ishladim, ancha qo'lni keltirdim, unda bo'lsa. Mashina sohasi, avtoelektrika, masalan, avtomobil sohasi qoladi. Kanalda chiqarib turaman. Mana shunaqa holatlar bo'lsa, masalan, qandaydir ma'lumot beriladigan holatlar bo'lsa, shunaqa mashinalarni olib tanish bilishlarga yoki boshqa holatlar bo'lsa, remontlarni ko'rsatib boraman. Masalan, shunaqa videolar bo'ladi. Lekin основной ishim hozir tradingga o'tganman. Trade qilamiz основной. Endi oldin trading hobbi edi. Основной ish avtoelektrika, avtomobil sohasi edi. Endi
trading основной ish qilamiz и nimani avtomobil sohasini hobbi qilamiz. Ozgina o'zgartiramiz. Shunaqa qilib shunaqa trading sohasiga o'tganman. Agar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, masalan, qanaqa ketyapti jarayonlar ustachilikdan tradingga qanday o'tsa bo'lar ekan oddiy odam, masalan, oddiy biz Rossiyada ishlab yurgan, musofirlikchilikda ishlab yurgan odamlarimizda. U yoqda ham ishladim, masalan, u yoqda ishlab O'zbekistonda ish keldim. Keyin baribir sohani o'zgartirdim. O'zgartirmadim, endi sekin-sekin bu sohaga o'tyapman. Shunga video qo'yib boryapman. Qanday qilib anaqa sohasida oddiy ustachilik sohasidan deylikmi, oddiy bir malyarmi, nima desa bo'ladi, oddiy ustachilik musofir bo'lib yurgan odam trading sohasiga qanday o'tsa bo'ladi, qancha pul ketadi, qanchada rezultatga chiqishi mumkin, qanday savdo qilishi mumkin, bular hammasini nimani tagida, kanal tagida link tashlab ketaman boshqa kanalga, trading sohasidagi boshqa o'zim kirgizayotgan kunlik video oladigan kanalim bor. Masalan, qo'yib boraman rezultatlarini. Bugun qanaqa savdo bo'ldi yoki bugun bo'ldimi savdo, imkoniyat berdimi, bo'lmadimi, nima holat bo'ldi, nimani o'rgandim, bular hammasini qo'yib boraman. Kimga qiziq bo'lsa, pastga link o'tasizlar, ana shu bilan o'tib podpisatsiya qilishingiz mumkin yoki tomosha qilishingiz mumkin, qanaqa rezultat ketyapti. Hali bir krupniy summa ishlaganimiz yo'q trading sohasida, lekin nimasini qo'yib boraman, natijasini. Natija emas, qanday desa bo'ladi, jarayonni. Avtoelektrikdan trading sohasiga o'tishda qanaqa holatlar bo'ladi, nimalarni o'rganish kerak, nima qilish kerak, nima qancha pul ketadi, qancha vaqt ketadi, qanaqa ilm o'rganish kerak, qayerdan o'rganish kerak, shunaqa qo'yib boraman. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Parallelno avtomobil sohasida ham dальше rivojlantirib boramiz. Shunaqa ko'p nimalar bor. Просто olmayapman ishni. O'zim band qilib, bugun shanba bo'lganligi uchun shanba yakshanba tanish bilishlar mashinasini ko'rib, shunaqa образовательный videolar, kontentlar qilishga harakat qilaman. Sizlardan like, podpiska bilan podдержка qilib tursanglar, xudo xolasa hamma narsani qilamiz. Inson qilgan ishni qo'ygan insonlar ham qiladi deydi-ku, masalan, inson qilgan ishni inson qiladi deydi-ku. Harakat qilamiz, o'rganamiz, bir rezultat qilamiz.